Uy sharoitida kuniga $50 yoki $100 topmoqchimisizlar? Mana bunaqa sharbat biznesini boshlanglar, biz sizlarga o'rgatib beramiz. Ya'ni 7 yil yoki 8 yillik tajribaga asosan. Akalar, mana shu limon, xohlasalaring ayron, xohlasalaring orey, xohlasalaring gilos, xohlasalaring malinani ham 100% o'rgatib beramiz. Endi bitta sizlarga zo'r narsa bor, mana tayyor sizlarga biznesda mashina olsalaring, mana shu sharbatlarimiz, retseptlarimiz отдельно bepulga o'rgatib beriladi. Ya'ni mana shu hammasini olsalaring, donalab olsalaring, bu ekosi $300 dan bo'ladi. Yo bo'lmasa mana shuni o'zini jup olaman desalar 50 litrlik ikkitasini olaman desalar $500 ga qilib beraman, ya'ni $100 yutasizlar va ikkita xohlagan retseptlarni bekorga olasizlar. Yo komplekt olaman desalar buni o'zi aslida menga $500 ga tushgan, hozirgi kunda $400 ga qilib beraman. Endi meni ustidagilari nima desalaring, bu motorchiga qo'yganman bir paytlar, ya'ni aylantirib turish uchun. Xohlasalaring motorchiga qo'yib ishlatasizlar, xohlasalaring shu turishda ishlatsalar bo'laveradi. Kimgadir zarur bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa qilsalaring, o'zimning raqamim bo'ladi, sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Akalar, kuniga $50 dan eng kamida $100 aniq topadigan biznes bo'ladi. Birli lista bo'lgan, shunga ahamiyat berasizlar. Pastdagi raqamlarda kutamiz. Bizda yangi bo'lsa, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yinglar.